Pis başlandı. Azemine men 70'ten keyingi hayat degan kanalımdaman. Hazır men sizlerge bugungi 17 avgust 2026 yıl 17 avgustdagi tarazini ko'rsataman hazır. Yani zapis başlandı. Multimedya. Assalomu alaykum hammaga. Men 70 yoshli Ozod Otajumonyozov sizlar bilan o'zimning YouTube'dagi 70'ten keyingi hayot deb nomlanuvchi kanalimda yana uchrashib turganimdan, g'oyibona diydorlashib turganimdan g'oyat xursandman. Bugun 2026 yıl 17 avgust dushanba. Hazır men sizlarga bugungi 17 avgustdagi vaznimni o'lchab ko'rsataman. Men shu ozish jarayonidaman. Hozir shu vaznimni sizlarga o'lchab ko'rsataman. Mana mening tarozim. Mana shu yerda mana mening tarozim. Mana shu yerda 10 kilogram 10 litrlik butel var, sulu butel. Hazır şunun ağırlığını aldı ölçep alamız. Yani ağırlığını ölçep alamız. Yani ağırlığı 9 kilogram 950 gram çıktı. Yani şu butelin ağırlığı. Endi men hazır taraziga chiqib o'zimning og'irligimni o'lchab ko'rsataman sizlarga. Mana men hozir taraziga chiqaman. Taraziga chiqdim. ...77 kilogram 40 gram 77 kilogram 950 gram çıktım diyor. Demek kolumda benim telefonum var, üstümde kiyimim var. Eğer ben telefonsuz, kiyimsiz ölçenlerimde şular üçün 600 gram alıp taşlasam ben 77 gram 350 gram bana bugün 2026 yıl 17 Ağustos Düşenbe günü birinci günde. Ben telefonsuz ölçenip gördüm. 77 kilogram 500 gram 77 yarım kilogram çıktı. Bugün de 2026 yıl 17 Ağustos Düşenbe günü birinci günde benim ağırlığım 77 yarım kilogram oldu. İşte telefonumdan yerine koyup kendi özüm taraziga çıktım. Şimdi ağırlığım 77 yarım kilogram oldu. İtibarlarınız için katta rahmet. Veznim 77 kilogram 500 gram 77 yarım kilogram. 26 yıl 17 Ağustos birinci günde. Aziz jarayonu devam kılmakta. Men aziz jarayonida to'g'ri ketmoqdaman. Rahmet hammaga. Keyingi videolarda uchrashgunimizcha sog'lom bo'linglar. Sizlar men 73 yoshli Ozod Otajumonyozov o'zining 70'ten keyingi hayot deb nomlanuvchi kanalimda suhbatlashdim va o'zimning bugungi 17 Avgustdagi vaznimni ko'rsatdim, o'lchab tortib ko'rsatdim. Keyingi videolarda uchrashguncha sog'lom bo'linglar. Video yoqqan bo'lsa like bosinglar. Xayr. Ana shu o'zimning 70'ten keyingi hayot degan
kanalımni açıp ko'rsatdim mana sizlarga. Bugun 2026-yil 17-avgust dushanba kuni oldinroq men o'zimning vaznimni o'lchab ko'rsatdim. Vaznimni endi suhbatimizni mana shu kanallardagi videolar bilan devam ettiramiz. Benim 3 ta kanalım var. Özbekçe 70'ten keyingi hayat. YouTube'da 3 ta kanalım var. Rusça Жизнь после 70 plus degan Rusça. İngiliz tilde kanalım Life After 70 plus degan. Hozircha 70'ten keyingi hayat degan kanalimda ko'proq video bo'lib turibdi. Ularning ikkisida e'tibor kamroq, lekin men ularga ham hozir bugun video tashlashni planlashtirib qo'ydim. Endi mana mening kanalim. Bugunga 157 ta video bor. 4810 ta подписчик bor. 157 ta video, 4810 ta подписчик, obunachi. Endi kanalni açıp ko'rsataman. Mana 4-yanvar 26-yil tashkil qilingan 4810 ta подписчик, 157 ta video tashlangan, 892.862 marta prosmotr bo'lgan, ko'rish bo'lgan. 892.000, почти 900.000 prosmotr, 1 millionga endi 100.000 bo'lsa 1 million prosmotr bo'ladi. Hop, bu kanalning statistikasi edi. Endi men yana bir narsani sizlarga ko'rsataman. Mana mening kanalim. Hop. Mana kanalim. Tvorческий studiyaga o'taman. Internet sekin ishlab turibdi. Content. Mana content. Bu kanalimdagi videolar mana katta uzun videolar. Oxirgi video Gurlan bozorida anjir yeganmisiz degan video. Hem parkovkada janjal, parkovkadagi janjal. 16-avgust kuni kecha yuklangan kanalga bugunga hozirgacha 137 ta prosmotr, ko'rish bo'lgan. Kommentariyalar soni 7 ta. Endi bu yerda bosilgan like'lar ko'rinmaydi. Lekin prosmotrlar, ko'rishlar soni ko'riladi, kommentatorlar ko'rinadi. Mana shu hozirga ochib telefonimda bo'lsa hammasi ko'rinadi. Mana boshlangan kommentatorlar 20 soat oldin qurbonib olinmay. Rahmat siz ata, sizga videoda ko'rganimdan shodman. Sizga gelin beyimga sağ amallık tilab qolaman deb yozibdi. Yana bir ikki nasiba buvimiz ham yozgan. Mendan like va qizg'in salomlar. Samarqandda Amir Temur bobomizning davridan boshlab ekilgan bepoyon anjirzorlar bor. U yerda anjir sayli uchun hamma sharoit bor. Her yili qizim anjir sayliga olib boradi. Anjirzorda katta tapchalarda o'tirib ovqat dastavka qilib berishadi. Xizmatchilari juda xushmuomala. Maza qilib kechgacha salqinda yotib dam olib anjir yeb qaytamiz degan ma'noda yozibdi. Rahmat bujan deb javob berdim. Endi mana shu yerda bir Boboqul degan
Obunaçımız var. Salam Azat ağa, sağlık yaxşımı? Tanışıqlarını başlandı. 21 saat aldın yazıbdı. Babaqul degen. Men Babaqulga cevap verdim. Babaqul, siz özünüz kimsiz? Özünüz toğrunuzda malumat kaldırın. Bu Babaqul fakat salamını biledi, sağlıkını soruydu, lekin özü toğrunda hiç narsa yazmaydı. Men juda bu adamga 3-4 marta iltimas qildim. Lekin öz to'g'risida to'liq ma'lumot bermay turibdi. Babaqul, eshitib turgan bo'lsangiz, o'zingiz to'g'ringizda to'liqroq yozing do'stim. Oldin bir 71 yoshdaman deganingizni o'qigan edim. Yolg'izman deganingizdan o'qigan edim. Samarqanddanman deganingizdan o'qigan edim oldingi yozganlaringizda. Lekin ular kamroq qiladi. Har safar kommentariy yozasiz. Onun uchun rahmat her videoga. Lekin juda kam ma'lumot yozasiz o'zingiz to'g'ringizdan. Men sizga 1-2 marta takrorladim. Hattoki bu jonimiz ham sizga bir o'zining tanishini tanishtirmoqchi edi, sizni tanishi bilan tanishtirmoqchi edi. Siz javob bermadingiz do'stim. Mana shu videodan keyin o'zingiz to'g'ringizda to'liqroq ma'lumot bering agar xohlasangiz. Xohlamasangiz mayli. Men lekin sizni bir yosh bolami kanalda o'yin qilyaptim degan podozreniya deydi. Shunday nimaga bordim podozreniyaga. O'zbekchasi esimda yo'q. Xo'p, Babaquldan chekinamiz. Kanalning boshqa joylariga qaytamiz. Kanaldagi videolarga qaytamiz. Yana keyiniga qaytdim. Endi short videolarga kelamiz. Şuradaki videolarni yana bir ko'rsatsam, mana 20 marta ko'rilgan 16 avgustdagi, keyin tanqidchilar 250 marta ko'rilgan, 36 kommentator yozilgan, keyin mana bu yerda Komiljon Ataniyozovning videosi bor, 9773 marta ko'rilgan, 11 kommentariy yozilgan. Endi mana shu yerda yana bir mening videom bor. 7 avgustdagi 70dan keyin hayotga farzandlar bilan 70dan keyingi hayotda farzandlar bilan bo'ladigan muomalalarni bilasizmi, muammolarni bilasizmi deb qo'yilgan ism ati. Mana shu videodan men bir short video qildim. 3 ta haqiqatni bilasizmi degan. Hozir bizlar shunga o'tamiz. Mana short videolarga o'tdik. Short videolarga o'tdik. Pul kerakmi degan video, short videoni ham qo'yganman. Bu yerda bir singlimiz tadbirkor musulmon juda badavlat ayol menga plastigimga pul tashlashni taklif qildi. Bu 61 marta ko'rilgan ekan bir kommentariy. Men unga singlim, men pulga zarurchiligim yo'q, men o'zimga to'q insonman deb javob berdim. Shunda qilsam bo'lar ekan, ayollar erkaklarga plastikga pul tashlab berishni taklif qildi. Men hayotimda birinchi marta bunday ayolni ko'rishim. O'zining gapidan juda badavlat tadbirkor ayol deb baholadi o'zini. Juma bilan tabriklab, jumada mazali ovqatlar olib yeng deb mening plastigimga pul tashlamoqchi bo'ldi. Keyin duo qilib qo'yasiz. Ehson bu dedi. Men bu ehsonni qabul qila olmayman, qilmayman. Singlim, siz masjidga borib ehson qiling. Ana o yetim yesirlarga ehson qiling. Men sizning xafa bo'lmang, men sizning ehsoningizga zor inson emasman. Shuning uchun ehsonni kerakli odamlarga qiling, savobi ko'p bo'ladi. Xo'p, kechirasiz, lekin agar qattiqroq so'zlagan bo'lsam, endi haligi aytgan videomizga qaytamiz. Mana shu video. 3 ta haqiqatni bilasizmi? Ota farzand muammolariga yechim.
7 Ağustos'ta yüklengen bu short video 1 minutluk 1 minut 3 sekundluk video uzunluğu short video 452.988 marta ko'rilgan 453.000 marta ko'rilgan. Endi mana o расчетный доход deydi, bu hali menga tushmaydi, faqat shunday yozib qo'yadi. Men hali YouTube'dan pul ishlab o'tirgan yerim yo'q, faqat yozib qo'yibdi. Общий расчетный доход deb yozilgan. Bunga dollar turganiga hayron bo'lmanglar. 168 marta kommentariy yozilgan bu videoga. 453.000 marta ko'rilgan, yarim millionga yaqin ko'rilgan. Mana bugun 17'si 10 kunning ichida har kun 50.000 marta ko'rilgan, har kuni o'rtacha. Demak, bu yerda komentariylar bor, lekin like'lar soni bu yerda ko'rinmaydi. Telefonda ko'rinadi. Bu hozir notebookda o'tiribman men, notebookda. Shuning uchun notebookda ko'rinmaydi. 1 millionta like'lardan soni oshib ketdi. 1 milliondan oshib ketdi. Like'larning soni, mana shu videoga bosilgan like'larning soni 1 milliondan oshib ketdi. 453.000 marta ko'rilgan bo'lsa, shunda har ko'rinishda 2-3 ta like bosilgan bo'ladi, to'g'ri keladi. 168 ta kommentariy yozilgan. Mana bir kommentariyni ochib ko'raylik, oxirgi kommentariyni oxirlarda yozilgan. Mana Shafoat Qurbonova 2 soat oldin yaxshilikka yaxshilik qaytmaydi deydi. Shunga javobim yozib qo'yay. Rahmat singlim deb javob yozib qo'yaman hozir. Mana javobini yozib yuboraman singlimizga. Shafoat Qurbonova. Keyingisi kelajak büyük deganmi, büyük deganmi? Onu 14 saat oldin. Yashang baba, judayam to'g'ri, yuzga kiring debdi. Unga ham rahmat deb javob berganman. Ver degan yana birisi zo'r gaplar bo'ldi, haqiqat bu debdi. 12 saat oldin. Mana shunday 168 marta kommentariy yozilgan. Qaraboyeva Dilbar degan yozibdi. Bir gün oldin. To'ppa to'g'ri gapirdingiz, umringiz uzoq bo'lsin. 100 yoshdan oshib sog' bo'lib yuring debdi. Mana shunda kommentariylar yozilgan ko'p. Muhtaram Haydarova degan bir gün oldin yozgan, to'ppa to'g'ri degan. Mana shunda 168 ta kommentariy yozilgan. Mana shu bitta short video 453.000 marta ko'rilgan, yarim million marta. 10 kunning ichida har kun 50.000 martadan ko'rilgan. Mana shu mening kanalimdagi short videoda. Endi yana kanalga qaytsak, mana shu mening kanalim 70 dan keyingi hayot. Shu to'g'rida sizlarga so'zlab bermoqchi edim. Uni agar sizlarga mening videolarim yoqqan bo'lsa, gaplarim yoqqan bo'lsa, like bosinglar videolarga, videolarni ko'rishda davom eting. Boshqa tanish bilishlaringizga ham tarqating, iltimos. Endi yana aytamiz. Mana yana asosiy ekranga, asosiy monitorga qaytdim. Mening o'zim, mana 70 dan keyingi hayot kanalim. Like
like gerek. Like basınlar iltimas. Her şunday like koyunlar videolarga. Ko'rib turgan bo'lsangiz mana. Demak 20 minutdan o'tibdi. Shu yerda videoni to'xtataman. Ko'rishguncha sog' omon bo'linglar. Sizlar bilan men Xorazmli, Gurlalli 73 yoshli pensioner Azat ota Jumaniyozov o'zimning 70dan keyingi hayot nomli kanalimda, YouTube kanalimda suhbat olib bordim, suhbatlashdim. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar. Katta rahmat e'tiborlaringiz uchun. Xayr.